Bugun men pensionerlar uchun davlat yordami bo'yicha ko'pchilik e'tibor bermay, o'tkazib yuborayotgan yangi tafsilotlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu mavzu juda muhim. Chunki gap faqat pensiya miqdori haqida emas, balki qo'shimcha to'lovlar, ijtimoiy yordam, kommunal yengilliklar, dori-darmon, parvarish hujjatlarda kichik xato tufayli yo'qotilishi mumkin bo'lgan pullar haqida ketmoqda. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz pensiyada bo'lsa yoki oilangizda keksalar bo'lsa, bu ma'lumot sizga albatta kerak bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men aytadigan tafsilotlar ko'pchilikning real daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar davlat yordamidan foydalanishda asosan bitta narsaga qarar edi. Pensiya tayinlanganmi? Oyma-oy tushyaptimi? Tamom. Kimdir kommunal to'lov uchun yengillik borligini bilmasdi. Kimdir ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordamga ariza berish mumkinligini eshitmagan. Yana kimdir dori-darmon, nogironlik, parvarish yoki yolg'iz yashovchi pensioner sifatida alohida ko'mak olish huquqiga ega ekanini bilmay yashagan. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat yordam masalasida asosiy e'tibor faqat pensiya oluvchining yoshiga emas, balki uning real ahvoliga, daromadiga, yashash sharoitiga, oilaviy tarkibiga, sog'lig'iga va boshqa ijtimoiy omillarga qaratilmoqda. Men buni juda sodda qilib aytaman. Ilgari odam men pensiyadaman deb umumiy toifaga kirgan bo'lsa, hozir ko'proq mening sharoitim qanday, menga qanday yordam tegishli degan savol muhim bo'lib qoldi. Bu nimani anglatadi? Masalan, ikki pensioner bir xil pensiya olishi mumkin, lekin biri yolg'iz yashaydi. Ikkinchisi farzandlari bilan birga turadi. Biri doimiy dori ichadi, ikkinchisida bunday xarajat yo'q. Bir uy-joy ijarasida yoki ta'mirtalab uyda yashaydi. Ikkinchisi yaxshi sharoitda. Shuning uchun yordam masalasi ham endi ko'proq individual baholanadi. Ana shu yerda ko'pchilik xato qiladi. Menga baribir hech narsa berishmaydi deb arz topshirmaydi. Ma'lumot so'ramaydi. Natijada o'ziga tegishli imkoniyatdan foydalanmaydi. Men kuzatayotgan eng muhim o'zgarish shuki, ijtimoiy yordamlar bo'yicha ma'lumotlar tobora elektron bazalar orqali tekshirilyapti. Ya'ni odamning pensiyasi, ro'yxatdagi manzili, oilaviy holati, nogironlik guruhi, ish staji, daromadlari va ayrim hollarda mulki haqida ma'lumotlar avtomatik bo'lishi mumkin. Bu yaxshi tomoni bilan ham, xavfli tomoni bilan ham muhim. Yaxshi tomoni shundaki, ayrim yordamlar uchun avvalgidek ko'p eshik yurish kamayadi. Agar ma'lumotlar bazada to'g'ri bo'lsa, qaror tezroq chiqishi mumkin. Xavfli tomoni esa shundaki, agar bazada xato bo'lsa, masalan, siz aslida yolg'iz yashaysiz. Lekin ro'yxatda boshqa odamlar ham turibdi, yoki sizning ish stajingiz to'liq ko'rinmayapti, yoki nogironlik haqidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, yordam rad etilishi yoki kamayishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga birinchi navbatda hujjatlar va ma'lumotlar mosligini tekshirishni maslahat beraman. Bu oddiy masala emas. Bir raqam xatosi, eski manzil, noto'g'ri oilaviy tarkib, vaqtida yangilanmagan tibbiy ma'lumot odamni bir necha oy davomida qo'shimcha puldan mahrum qilishi mumkin. Eng avvalo, yolg'iz yashovchi pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar kishi uyda yoki o'zi yashasa, farzandlari boshqa joyda bo'lsa, doimiy yordam beradigan qarindoshi bo'lmasa, u ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilib, o'z holatini tushuntirishi kerak. Ko'pincha bunday insonlar men hech kimga yuk bo'lmayman deb jim yurishadi. Lekin davlat yordamining maqsadi aynan shunday odamlarga og'ir paytda tayanch bo'lishdir. Ikkinchi guruh sog'lig'i yomonlashgan, doimiy dori-darmon oladigan, operatsiyadan keyin tiklanayotgan yoki nogironlik belgilari bo'lgan pensionerlar. Bu yerda ham juda ko'p noaniqlik bo'ladi. Masalan, odam pensiyada, lekin nogironlik rasmiylashtirilmagan. U oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Ammo dori-darmonga darcha o'sming, tahlillarga 1.000 ming, yo'l xarajatiga 20 ming sarflaydi. Qog'ozda uning daromadi bordek ko'rinadi, lekin real hayotda qo'lida juda kam pul qoladi. Bunday vaziyatda tibbiy hujjatlarni yig'ish va tegishli tashkilotlarga murojaat qilish juda muhim. Uchinchi guruh, pensiyasi kam chiqqan yoki ish stajida uzilish bo'lgan fuqarolar. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam 30 yil ishlaganman deydi, lekin hujjatda 22 yil ko'rinadi. Sababi eski korxona yopilgan, arxiv hujjati topilmagan, mehnat daftarchasida muhr aniq emas yoki elektron bazaga noto'g'ri kiritilgan. Natijada pensiya kamayib qoladi. Agar shunday shubha bo'lsa, endi kech bo'ldi deb o'tirmaslik kerak.
arxivdan ma'lumot so'rash, ish joylari bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ish va pensiya qayta hisob kitobini talab qilish mumkin. 4-guruh uy-joy va kommunal xarajatlari og'ir bo'lgan pensionerlar, elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi, telefon yoki internet xarajatlari kichik ko'ringani bilan oy oxirida katta summaga aylanadi. Masalan, pensioner 1.500.000 so'm pensiya olsa, qishda gaz va elektrga 330.000, doriga 300.000, oziq-ovqatga kamida 800.000 sarflasa, uning qo'lida deyarli hech narsa qolmaydi. Shu sababli kommunal to'lovlar bo'yicha mavjud subsidiyalar, mahalla orqali beriladigan yordamlar yoki mahalliy dasturlarni albatta so'rab bilish kerak. Agar pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, ro'yxatdagi manzilingiz real yashash joyingizga mos bo'lsa, oilaviy tarkibda xato bo'lmasa, qo'shimcha yordamga ehtiyojingiz bo'lmasa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men har yili kamida bir marta pensiya va ijtimoiy ma'lumotlaringizni tekshirtirishni maslahat beraman. Ayniqsa, pasport yoki ID karta almashgan bo'lsangiz, manzil o'zgargan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, farzandlaringiz ro'yxatdan chiqqan yoki kirgan bo'lsa, bu ma'lumotlar tizimda to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. Chunki yordamlar bo'yicha qaror qabul qilinganda aynan shu ma'lumotlar asos qilib olinadi. Birinchi misol. Tasavvur qiling, 68 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.300.000 so'm. Uy eski, qishda isitish xarajatlari oshadi. Onaxon mahallaga bormaydi. Chunki uyaladi. Natijada u yordamga muhtojlar ro'yxatiga kirmaydi. Agar u mahalla mas'uliga, ijtimoiy xodimga yoki tegishli bo'limga murojaat qilsa, uning holati o'rganilishi oziq-ovqat, bir martalik moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy ko'mak masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda eng katta muammo pul yo'qligi emas, ma'lumot yetmasligi va murojaat qilmaslikdir. Ikkinchi misol. 72 yoshli otaxon ilgari zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida bir necha yil yozuvlar xira. Pensiya tayinlanganda ayrimlar hisobga olinmagan. Otaxon davlat o'zi biladi deb yuradi. Lekin keyin farzandi arxivga so'rov yuboradi. Eski ish joyi bo'yicha ma'lumot topladi, staj tasdiqlanadi. Shundan so'ng pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'ladi. Agar oyiga hatto 1.000 so'm qo'shimcha chiqsa ham. Bir yilda bu 20.800.000 so'm degani. Pensioner uchun bu katta farq. Uchinchi misol. Er xotin pensioner birga yashaydi, ikkalasi ham pensiya oladi. Ular yordam so'rashdan oldin bizga berishmaydi. Chunki ikki kishining pensiyasi bor deb o'ylaydi. Lekin erning sog'lig'i og'ir, dori-darmon xarajati yuqori, uyda parvarish kerak. Bunday vaziyatda faqat umumiy daromad emas, xarajat va ehtiyoj ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shu sababli tibbiy ma'lumotnoma, dorilar ro'yxati, xarajatlarni ko'rsatadigan hujjatlar bilan murojaat qilish kerak. 4-misol. Pensioner ayol farzandining uyida ro'yxatda turadi. Lekin amalda boshqa tumanda yolg'iz yashaydi. Tizimda esa u katta oilada yashayotgandek ko'rinadi. Shuning uchun unga ayrim yordamlar bo'yicha ehtiyoj past deb baho berilishi mumkin. Mana shu sababli ro'yxat va real yashash joyi masalasi juda muhim. Men bunday holatda darhol mahalla, migratsiya va ijtimoiy himoya organlari bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi istisno, barcha pensionerlar avtomatik ravishda barcha yordamlarni olmaydi. Bu juda muhim. Pensiya olish boshqa, qo'shimcha ijtimoiy yordam olish boshqa. Ba'zi yordamlar arza asosida, ba'zilari ehtiyoj o'rganilgandan keyin, ba'zilari tibbiy yoki ijtimoiy holat tasdiqlanganda beriladi. Ikkinchi istisno oilaviy daromad masalasi. Agar pensioner farzandlari bilan birga ro'yxatda bo'lsa, tizim oilaning umumiy daromadini ko'rishi mumkin. Farzand aslida yordam bermasa ham, qog'ozda u bir xonadonda ko'rinadi. Shu sababli real holatni isbotlash muhim bo'ladi. Farzandim boshqa shaharda ishlaydi. Men alohida yashayman. U menga doimiy moddiy yordam bermaydi degan gaplar og'zaki aytilsa yetarli bo'lmasligi mumkin. Buni mahalla dalolatnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, guvohlar, kommunal to'lovlar yoki boshqa hujjatlar bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. 3-istisno, mulk masalasi. Ba'zan odamning nomida eski uy, yer yoki mashina bo'lishi mumkin. U amalda daromad keltirmaydi, lekin tizimda mulk sifatida ko'rinadi. Bu ayrim yordam turlarida savol tug'dirishi mumkin. Shuning uchun agar mulk ishlatilmayotgan, yaroqsiz
meros masalasi hal bo'lmagan yoki boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa. Buni ham hujjat bilan tushuntirish kerak. 4-istisno vaqt masalasi. Ariza topshirish, tekshiruv, komissiya qarori, pul tushi bir kunda bo'lmaydi. Ko'pchilik bugun murojaat qilib, ertaga natija kutadi. Amalda esa hujjatlar o'rganiladi, ma'lumotlar solishtiriladi, ayrim holatda uyga kelib ko'rishadi. Shuning uchun vaqtni boy bermaslik kerak. Qish kelgandan keyin kommunal yordam so'rashdan ko'ra oldinroq harakat qilgan ma'qul. Eng katta xato og'zaki javobga ishonib qaytib ketish. Masalan, kimdir idorada sizga tegmaydi desa, odam uyiga ketadi. Men esa har doim shuni aytaman. Agar siz haqiqatan ham ehtiyojmand bo'lsangiz, yozma ariza bering. Yozma ariza bo'lsa, unga rasmiy javob berilishi kerak. Rasmiy javob bo'lsa, keyin uni tushunish, e'tiroz bildirish yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish mumkin. Ikkinchi xato hujjatlarning nusxasini saqlamaslik. Ariza berdingizmi? Nusxasini olib qo'ying. Qaysi sana topshirdingiz? Kim qabul qildi? Ro'yxat raqami bormi? Bularni yozib qo'ying. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz ham sana va mazmunni qayd eting. Bu oddiy tartib keng katta yordam beradi. Uchinchi xato daromadni yashirish yoki noto'g'ri ko'rsatish. Men buni qat'iy tavsiya qilmayman. Chunki elektron bazalar orqali ko'p ma'lumot baribir ko'rinadi. Agar odam noto'g'ri ma'lumot bersa, yordam rad etilishi, keyin qaytarib undirishi yoki boshqa muammolar chiqishi mumkin. To'g'ri yo'l shuki, real ahvolni ochiq tushuntirish va zarur hujjatlar bilan isbotlash. 4-xato tibbiy hujjatlarni yangilamaslik. Pensionerning sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa, lekin poliklinikadagi hujjatlarda bu aks etmagan bo'lsa, tashqaridan qaraganda u oddiy pensioner ko'rinadi. Shuning uchun doimiy kasalliklar, dori-darmon ehtiyoji, parvarish zarurati, harakatlanishdagi qiyinchiliklar shifokor hujjatlarda qayd etilishi kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning hozirgi holatingizni qog'ozga yozib chiqing. Pensiya miqdori qancha? Boshqa daromad bormi? Uyda kimlar ro'yxatda? Amalda kimlar yashaydi? Kommunal xarajatlar qancha? Dori-darmon xarajati qancha? Qarz yoki parvarish xarajati bormi? Bu ro'yxat sizga murojaat paytida fikrni aniq tushuntirishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni tayyorlang. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya haqidagi ma'lumot, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, kommunal to'lov kvitansiyalari, dori-darmon xarajatlarini ko'rsatuvchi chek yoki retseptlar. Hamma joyda ham hammasi talab qilinmasligi mumkin, lekin tayyor turgan yaxshi. 3-qadam, mahallaga murojaat qiling. Mahalla ko'p hollarda birinchi eshik hisoblanadi. U yerda sizning real yashash sharoitingizni bilishadi yoki o'rganishlari mumkin. Menga qanday yordamlar tegishi mumkin? Qaysi ro'yxatga kiritilishim kerak? Qaysi arizani yozaman deb aniq so'rang. Umumiy gap bilan cheklanmang. Aynan o'zingizning vaziyatingizni tushuntiring. 4-qadam, pensiya jamg'armasi yoki tegishli pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar pensiya miqdorida shubha bo'lsa, staj to'liq hisoblanmagan deb o'ylasangiz, ish haqi da'vorlari noto'g'ri olingan bo'lishi mumkin desangiz, qayta hisob-kitob qilish tartibini so'rang. Mening pensiyam qanday hisoblangan, qaysilar inobatga olingan, qaysi hujjatlar yetishmaydi deb yozma ravishda so'rashingiz mumkin. 5-qadam, ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan, parvarishga muhtoj, kam ta'minlangan yoki og'ir hayotiy vaziyatdagi pensionerlar bu qadamni o'tkazib yubormasligi kerak. Siz yordam so'rayotganingizda faqat pul kerak demang. Men yolg'iz yashayman. Oyiga shuncha pensiya olaman. Shuncha doriga ketadi. Kommunal to'lovlarim shuncha. Sog'lig'im sababli ishlay olmayman. Yordam turlarini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb aniq yozing. 6-qadam, agar rad javobi olsangiz sababini so'rang. Rad etildi degani hammasi tugadi degani emas. Sabab oilaviy daromad bo'lishi mumkin, hujjat yetishmasligi mumkin, manzil mos kelmasligi mumkin, tibbiy tasdiq yo'q bo'lishi mumkin. Sababni bilsangiz uni to'g'rilash mumkin. Sababni bilmasangiz odam o'zini aybdor his qilib jim qoladi. Men odatda arizada juda aniq yozishni tavsiya qilaman. Masalan, men falon manzilda yashayman, pensiya oluvchiman, oylik pensiyam falon so'm. Sog'lig'im sababli doimiy dori-darmon qabul qilaman, oylik xarajatlarim taxminan falon so'mni tashkil qiladi. Yashash sharoitimni o'rganib, menga tegishli ijtimoiy yordam turlarini belgilashda amaliy yordam berishingizni so'rayman.
Mana shunday oddiy tushunarli, faktlarga asoslangan ariza ko'proq samara beradi. Agar masala pensiyani qayta hisoblash bo'lsa, arizada mehnat stajim to'liq hisobga olingan olinmaganini tekshirib berishingizni, pensiyamni hisoblashda foydalanilgan davrlar va hujjatlar haqida ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Bu sizga keyingi harakatlar uchun asos beradi. Men har bir pensioner yoki uning farzandlariga quyidagi masalalarni tekshirishni tavsiya qilaman. Birinchisi, pensiya o'z vaqtida va to'liq tushyaptimi? Ikkinchisi, bank kartasi yoki naqd olish tartibida muammo yo'qmi? Uchinchisi, staj va ish haqi bo'yicha hujjatlar to'liqmi? To'rtinchisi, tibbiy va nogironlik ma'lumotlari yangimi? Beshinchisi, ro'yxatdagi manzil va real yashash joyi mosmi? Oltinchisi, mahalla va ijtimoiy himoya organlarida sizning ehtiyojingiz haqida ma'lumot bormi? Bu tekshiruv bir qarashda oddiy ko'rinadi, lekin natijasi katta bo'lishi mumkin. Ba'zan odamga yangi yordam turi ochiladi. Ba'zan pensiya qayta hisoblanadi. Ba'zan moddiy yordam beriladi. Ba'zan esa hech bo'lmaganda keyingi muammolarning oldi olinadi. Bugun men aytgan eng muhim fikr shuki, pensionerlar uchun davlat yordami masalasida jim turish eng katta xatodir. Hamma narsa avtomatik hal bo'ladi deb o'ylamang. Hujjatlarni tekshiring, manzilingizni aniqlang, tibbiy ma'lumotlarni yangilang. Mahallaga va tegishli idoralarga yozma murojaat qiling. Agar sizga yordam tegmasa ham, hech bo'lmasa bunga nima sabab ekanini bilib olasiz. Agar tegsa, bu sizning oyma-oy hayotingizni yengillashtirishi mumkin. Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman. Pensioner uchun 100 ming yoki 200 ming so'm ham oddiy raqam emas. Bu to'g'ri non kommunal to'lov yoki zarur xarajat degani. Shuning uchun o'zingizga tegishli imkoniyatni bilishdan uyalmaslik kerak. Bu iltimos emas, bu qonuniy huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanishdir. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni ularga albatta tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar qanday yordam olishyapti? Qaysi idorada qiyinchilik bo'lyapti? Qaysi savollar sizni qiynayapti? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda men pensiya qayta hisoblash, stajni tiklash va moddiy yordam olish bo'yicha yanada aniq misollarni tushuntirib beraman.